Assalomu alaykum hurmatli Nur Mebel obunachilari. Mana unda xolasa Samarqanddan hoji akamiz zakaz qildi. Kresloli variantda bir dona ugolok qildik. Xuddi shundan bo'lsin dedi. Ugologimizni sotib olganmiz, yana yangi qilib tayyorlab berdik. Xudo xolasa razmerlari 430 230, jurnalni stolning razmeri 275 90 bo'ladi. Qo'shimchasiga kreslosi bor. Kreslosiga bemalol 100 kilo 150 kilo akalarimizdan bemalol sig'adi. Xudo xolasa ichlari keng qilib ishlangan. Kreslo deganda bu yog'ini kichikroq tushuniladi, ko'pchilik tushunadi. 70 sm ichi. Sidinasining razmeri bu yoq 70, bu taraf 60 bo'ladi. Xudo xolasa ugologimizning narxini boshida aytib o'tamiz. Shu turish kamplik 6 million 300 ming so'm. Birinchisilik uchun 6 million so'mga qilib berdik. Videoda qo'yishimizga sotiladi. Xudo xolasa bunimizni ham endi video obzorini olyapmiz. Bunimiz Samarqandga ketadi. Zakasini tayyorlandi bunimiz. Jurnalni stollar ham ko'rishingiz mumkin. Qora, taglari gold qilib sepilgan, upaka tayyor qilib upakovka qilib qo'ydik. Atay bir tomonini ochib qo'ydik. Ko'rsataylik qanaqa narsa ketayotganini. Videoda qanday ko'rilayotgan bo'lsa, mana hozir videoga obzor qilib YouTube'ga joylaymiz. Videoda qanaqa ugolok ko'rsanglar, xuddi shu holatda rangini to'shni aytsanglar, xuddi shu rangda boradi. Xuddi shu ugolok boradi. Videoga zo'r chiqqanini videoga olib qolganini boshqachasi sal ichiga boshqa narsa solingan, unaqa narsa bormaydi. Bir xil videoda qanday ko'rgan bo'lsangiz, xuddi shu narsa boradi, xudo xolasa. Behijolat buyog'i ichlari ham mana pampers prujini ham bakvatidan, mягкийsidan qo'yilgan, qattig'idan emas. Ba'zilari jo'skiy qattiq bo'lib qoladi, unaqa narsa emas. Yumshoq, mягкий o'tirganda komfort his qilasiz, xudo xolasa. Maza qilib ishlatasizlar. Taburetkasi ham mana 3 ta. Taburetkasining razmeri eni 60, uzuni 70 bo'ladi. Jurnalni stollari ham 6 oyalik qilib tayyorlangan. Turumchama qilib bir-biriga kiydiriladi bu. O'rtada ham sargisida kiyiladigan joyi bor mana. Mana sargisini mashiga kiradi. O'zining samarezlari bor. Qo'shib beramiz. Borgandan keyin qatirib oladi, mijoz. Xudo xolasa. Kimga shunaqa mягкий mebellar kerak bo'lsa, murojaat qilinglar, chiroyli qilib yetkazib, vodiy bo'ylab dastavkasi ichida 6 million 300 ming so'm. Qolgan viloyatlarga dastavkamiz pullik. E'tiboringlar uchun rahmat.